Assalomu alaykum barchaga. Mana web kanaliga xush kelibsizlar. Xullas bu videoda sizlarga Telegramda bitta o'yin mavjud. O'sha o'yin, ya'ni mining o'yin hisoblanadi. Shunchaki kirib, oddiy vazifalarni bajarish yoki xohlasanglar bajarmasdan shunchaki miningni ishga tushirasiz va 24 soatda yana bir marta kirib, yana mining ishga tushirasiz. Xullas shunaqa qilib pul ishlashni ko'rsatib o'taman va bu videoda o'sha bot menga pul to'lab berganini ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Men 100% sarmoyasiz ishlaganman xullas. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'ying va meni Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Silkasi video kommentariyasida bo'ladi. Xullas bizga mana shu Bee Harvest degan o'yin kerak bo'ladi. Bu o'yinni bemalol Telegramda o'ynaymiz aytganimdek. Telegram bot hisoblanadi. Botga kirasizlar, silkasi video kommentariyasidan topsanglar bo'ladi. Kirishinglar bilan xuddi shunaqa bo'lim paydo bo'ladi. Bu yerda hozir sizlarga hammasini birin-ketin tushuntirib beraman. Eng asosiy bo'lim, ya'ni home bo'limida turibmiz hozir birinchi bo'limda. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizda balansimiz yozib turiladi. Mana pastda bizning mining speedimiz, ya'ni sekundiga biz 2308 ta Bee tokenni ishlaymiz. Ya'ni mana hozirgi vaqtdagi sekundlik daromadim, lekin sizlar kirganda bu narsa juda ham past bo'ladi. Buni sizlar bemalol o'zingizlar mana shuni mining qilish orqali ko'tarsanglar bo'ladi. Buning uchun uni ko'tarish uchun bizda mana bu pastda mana boost bo'lim mavjud, ko'rishingiz mumkin. Home bo'limi yonida turibdi o'ng tomonda. Mana shu boost bo'limiga kiramiz. Xo'p, mana boost bo'limida ko'rishingiz mumkin, bu yerda 4 xil narsani biz kuchaytirishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarni biz kuchaytiradigan bo'lsak, bizning mining speedimiz, ya'ni mining tezligimiz oshadi va bu o'sha aytganimdek, menda 1000 dan o'tib ketgan. Sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lishi uchun mana shu narsalarni kuchaytirib borishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana levellar yozib turgan. Menda 291-level, 80-levelda, bunisi 21, bunisi 6-levelga kelgan уже. Siz ham mana shunaqa kuchaytirib borasiz, sizlarda ham yig'ilib boraveradi. 1 oydan keyin, ya'ni srazu emas do'stlar, 1 oydan keyin bu o'yindan pul chiqarishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Nima uchun deyapman? Ya'ni sizni mining speedingiz qanchalik ko'p bo'lsa, ko'proq pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xullas, nima demoqchiman? Agar biz hozir kirib qo'yib, atiga 100 ta 200 ta mining speed qilgandan keyin bo'ldi, endi pul chiqaraman deydigan bo'lsanglar, bu noto'g'ri ish. U bilan pul chiqarish uchun siz 6-7 oy kutishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun lutchi har kuni mana shu balansga, mana bu joyga yig'ilgan har kuni shuni har kuni ishlatinglar. Mana bu narsani ko'tarishga ishlatinglar, boyagi speedni ko'tarishga ishlatinglar. Ishlatib boraverasizlar va mana shu speed, mana ko'rganingizdek 2000 bo'lgan menda, 2300, mana shu 2000 ga kelganda pul chiqarsanglar, уже sizlarga endi bu yog'iga sal daromadinglar tezroq bu daromadga chiqishni boshlaysizlar. Xullas tushuntirib berdim degan umiddaman. Xo'p, endi bizda boshqa bo'limlarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bu yerda tasks bo'lim mavjud. Mana bu tasklarni bajarsanglar, ya'ni vazifalarni bajarsanglar ham tezroq pul chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bu vazifalarni biz barabanga yoki mana shu mining speedga ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bittasini bajaradigan bo'lsak, 10 ta baraban va 0.1 mining speed beradi. Ya'ni miningga tezlik beradi. Xullas, o'shanaqa qilib bularni ham bajarib borsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Va bu o'yinda kombo mavjud. Bu komboni ham har kuni tashlab boriladi. Bu kombolarni iloji boricha o'zim topishga harakat qilaman. Sizlarga tashlab berishga harakat qilaman Telegram kanalimga. Xullas, o'sha komboni ham to'g'ri bajarsanglar, общий 4 tanasi ham topilsa 33 million srazu xani bizning hisobga kelib tushadi va buni biz boostga ishlasak bo'ladi. Xo'p, bu kombolarni topib, ya'ni bajarib turish uchun men Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying xullas. Xo'p, bizda endi birinchi bo'lim, bu yerda friends bo'lim mavjud, ya'ni referral orqali ham qanchadir mana shu amber tokenlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda referral sizga mana bu ko'k yozuvga bosgan holatda kopировка olib, mana shu botga odam taklif qilasizlar va odam o'ynaganda, mana shu o'yinni o'ynaganda, mana shu o'yin Bee Harvest o'yini sizga referral chaqirganingiz uchun bonuslar beradi xullas. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, mana hech qanaqangi referalim yo'q, hech qanaqangi bitta ham referalsiz bu o'yindan pul chiqardim. Hozir buni ko'rsatib o'taman, qaranglar. Bizda mana bu joyda mana bu yerda va bu yerda bo'limlar mavjud. Bularni ham hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lim, bu yerda stick bo'lim mavjud. Stick bo'limi bu bizga har kuni kirishimiz bilan bizga mining speed beradi. Ko'rishingiz mumkin, menda 96 kun bo'lgan, mana pastda yozib turibdi. 96 kun bo'lgan va 292 speed bergan. Bugunning o'zi uchun. Ertaga bu 3 speed beradi. Xullas, o'shanaqa har kuni kirib olib borasizlar mana shu narsani va sizlarning speedingizga juda ham foyda beradi. Mana bu o'rtadagi mana 2308 ta Honey tokenni speedini ko'tarishga yordam beradi. Ikkinchi bo'lim bu yerda pul bo'limi. Hozir pul bo'limi nima uchun bizga kerakligini tushuntirib o'taman. Uchinchi bo'lim bu yerda premium bo'lim mavjud. Premium sotib olsanglar, bu bizga nimalar beradi? Bu yerda yozib qo'ygan premium status berar ekan va 300 ta baraban berar ekan. Barabanni ham hozir ko'rsatib o'taman va instant gain, ya'ni shundayga bizga 21 milliard
mana shu joyda token berar ekan 21 milliard va biza buni bemalol speedimizni ko'tarishga ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni mana shu speedni ko'tarishga ishlatsa bo'ladi yoki bo'lmasam to'g'ridan-to'g'ri pul chiqarishga ishlatsa bo'ladi. Endi bizda NFT bo'limi mavjud. O'ng tomonda NFT'lar hali bu yerda ochilmagan ekan. Bu hali menimcha buni ustida ishlashayotgan bo'lishi kerak. Va bizda baraban mavjud, ko'rishimiz mumkin. Barabanning ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda biza kuniga 5 ta baraban beradi. Mana hisobda hozir 30 ta yo'tta baraban mavjud. Kuniga 5 ta baraban beradi. 5 tasini aylantiramiz. Mana shu o'rtada turgan spinni bosish orqali buni bosasiz va sizga har xil narsalar beradi xullas. Buni ham aylantirib borsanglar o'ziga foyda olib keladi. Xo'p, endi pul bo'limi mavjud. Pul bo'limini tanishtirishdan oldin sizlarga boshqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana bu shu ekranlarda ko'rib turgan 86 million bu Honey degan mana shu o'yinning ichidagi valyuta. Honey ya'ni asalari, asal degan tarjimasi asal do'stlar. Xo'p, mana shu Honeyni biz pul chiqarish uchun Amber tokeniga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga pul bo'limi kerak bo'ladi xullas. Pul bo'limiga kiramiz va bu yerda sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bizani Honeyimizni biz mana shu o'yinga 24 soatga stekingga qo'yamiz. Ya'ni steking nima? 24 soatga mana shu o'yinga xullas kirgizib yuboramiz va bizga qanchadir Amber tokenni beradi do'stlar. Aytganimdek, biz bu Honeyni boshida iloji boricha boostga ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mining speedni ko'tarish uchun ishlatamiz va biroz yig'ilgandan keyin buni bemalol mana shu joyda har kuni 100% bilan xolisali 75%ni, mana 100%ni yozib turib insertni bosadigan bo'lsak, bu bizani balansdan kechadi va 24 soatdan keyin bizga Amber tokendan beradi. Xohlasanglar buni 75% ga qo'yinglar. Har kuni 75%ni mana shu Amber tokeniga yuborasiz va qolgan 25%ni boost uchun ishlatasiz. Xullas shunaqa qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Men misol uchun 75% qo'ydim va buni mayli 100% qo'yaman. Insertni bosaman va mana ketdi, pulga qo'yildi va bizani taxminan do'stlar 1.7 ming Amber tokeni menga beradi. 24 ya'ni 10 soatdan keyin do'stlar mana bu bizani mana shu joyga kelib tushadi xullas. Va keyinchalik biz buni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ustiga bosamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin qanchalik Amber tokeni qancha dollarga to'g'ri kelishini ham yozib qo'ygan. Meni hisobimda 51 ming Amber tokeni yig'ilgandi. 51 ming Amber tokeni bu taxminan 1 dollar atrofida bo'ldi va 1 dollarni men yechib oldim do'stlar va minimalkasi ham 50 ming Amber tokeni do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, men hozir 80 millionni srazu pulga tiqib yubordim va bizga taxminan 1.7 ming Amber tokenini berar ekan va bu degani biz где-то 1 oyda 1 dollar ishlaymiz birinchi oyda, ikkinchi, uchinchi oydan bizning daromadimiz oshadi. Shtobi biz har kuni kirib, har kuni mining speedni oshirib boramiz, har kuni kirib Amber tokenlarini yig'ib boramiz va bizning akkauntimiz qanchalik kuchaygan sari bizning daromadimiz ham oshib boradi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana completed ya'ni to'lab bergan bu do'stlar bemalol programmadan pul ishlasanglar bo'ladi. Sarmoyasiz, agar sarmoya kiritsanglar tezroq pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Men lekin sarmoya kiritishni maslahat bermayman. Sarmoyasiz yo'l turibdi, sarmoyasiz ishlaganni afzal ko'raman. Pul chiqarish uchun do'stlar mana bu joyda wallet deb ulashtiradi. Wallet connect wallet bo'ladi. O'shaning ustiga bosish orqali Tonkeeper, Binance Wallet, Tonspace, xullas o'shanaqa walletlarga hamyonlarga ulasanglar bo'ladi. Bunaqa ulashni tushuntirib o'tirmayman. Men o'zim Tonkeeperga ulaganman. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, pul chiqarish ustiga bosamiz va bu yerda mana yozib qo'ygan eng kamida ya'ni minimum do'stlar 50 ming Amber tokenini chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi va bu menga to'lab bergan. Xo'p, mana Tonkeeperga kirdim. Hamyonimga kirib, sal pastroqqa tushamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. 50 ming chiqarganman. 1400 tasini komissiyaga olib qo'ygan va mana tushib kelgan do'stlar. Hozirgi o'zbek so'mida bu 11 ming, 12 ming atrofida ekan do'stlar. Xullas bemalol mana sarmoyasiz ishlasanglar bo'ladi. Mana shu o'yindan bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Silkasi video kommentariyasida. Men Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham ko'p o'yinlardan va har xil ma'lumotlardan boxabar bo'lib turasizlar do'stlar. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.